Haj va umrida hayz ko'rib qolsa qanday qiladi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ayollarning hayz vaqti haj va umr vaqtiga to'g'ri kelib qolsa qanday qilish kerak? Haj ibodatining rukun va vojibotlarini qanday ijro qiladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Haj va umr ibodatlarini ado qilishda tavobdan boshqa ish uchun hayz va nifosdan pok bo'lish shart qilinmaydi. Qolgan ahvollarda zamon va makonga, shundaqla sharoitga qarab har bir ayol o'zi fatvo so'rab ish qilsa bo'ladi. Umuman qilib aytganda, haj va umra oldi-keynida hayz ko'rishga aloqador ahkomlarni mundaq ixchamlash mumkin. Birinchi, haj va umr uchun atlangan ayol hayz kelib qolgan taqdirdami ihromga kirish uchun hayzdan pok bo'lish shart qilinmag'achqa miqotdan ihromga kirib labbayka deb talbiya to'lab haj yoki umriga yoki ikkilisiga niyat qilib o'tadi. Ihrom bo'lsa dilida niyat qilish bilan bo'ladi. Ihromga kirishdan avval hayzdan pok bo'lmagan bo'lsa-mu, ihrom uchun badan tozaligi qilib g'usl qilishi mustahab bo'ladi. Chunki ihromga kirishdan avval g'usl qilishdan maqsad ma'naviy poklikka tayyorlanish uchun jismoniy tozalik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nifosdor Asma binti Umays radhiyallohu anhani yo'yinib labbayka deb ihromga kirishga buyurgan. Hayzdor Aisha radhiyallohu anhanimi chechangizni chuvib tarab yo'yinib hajga talbiya to'lang deb buyurgan. Shunimi askartish kerakki, ayollar alohida ihrom kiyimi kiymaydi. Odatda sirtda kiyadigan kiyimlar yetarlik. Faqatla ihromga kirganda yuzini yo'gib olmaydi. Palaymi kiymaydi. Yat erlardan yuzini yo'gashni xohlasa, ro'molning bir uchi bilan yuzini to'sib oladi. Ikkinchi, hayzdor masjidi haramga va yoki boshqa masjidga kirib o'tirmaydi. Uchinchi, hayzdorning tavob qilishi harom bo'ladi. Chunki tavobni masjidda qiladi. Halbuki ayolning hayzdor holatida masjidda turishi cheklangan. Shunglashqa umra yoki hajga ihrom bog'lab Makka ga kirgan ayol hayz ko'rib qolsa saqib g'usl qilmoqcha tavob qilmay, Safa Marva arliqida sa'iy qilmay turdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Aisha radhiyallohu anhaga poklangan qadar Baytullohni tavob qilishdan boshqa hajlar qilishga tegishli ishlarni qilavering degan. Ammo saq holatda tavob qilib bo'lgandan keyin hayz kelib qolsa, Safa Marva sa'iyasini qilaverdi va chechini kesib umrisini oyoqlashtirdi. Chunki Safa Marva sa'iyasi uchun hayzdan pok bo'lish shart qilinmaydi. Mubodo bilmay hayzdor holatda umra yoki haj uchun tavob va sa'iy qilgan bo'lsa, hayzdor turib tavob qilganlik uchun bu tavob hisob bo'lmag'achqa, keyin saqayganda cho'qim tavob qilishi lozim. Xatoligi uchun istig'for aytadi. Bu tavobni qayta qilmasa bir qo'y qon keladi. Saqayganda qayta qilsa qon qilish saqit bo'ladi. Ammo sa'iyasi hisob bo'ladi. Chunki sa'iy qilish uchun hayzdan pok bo'lish shart qilinmaydi. Bu yerda qattiq diqqat qiladigan nuqta shuki, bu tavobni qayta qilmoqcha ihromlik holatdan chiqib ketolmaydi. Erimi yaqin kelolmaydi. Eri yaqin kelib qolgan bo'lsa, haj va umrisi buziladi. Natijada qolgan faoliyatni to'g'ri davomlashtirib oxiriga chiqarib etib, keyin boshda ihromga kirgan yoki boshqa miqotdan boshlab qazosini qilish lozim bo'ladi va bir qo'y qon keladi. Buzilib ketgan umrisidan keyin uning qazosini qilmay, bir necha umr qilgan bo'lsa-mu, baribir. Chunki buzilib ketgan umrisining qazosini qilmay turib boshqa umr qilolmaydi. Demak, cho'qim uning qazosini qilib etish kerak. 4. Arafat turib bo'lgan va ifozat tavbini qilib bo'lgandan keyin hayz kelib qolgan bo'lsa, yurtiga qaytaverishga bo'ladi. Vidolish tavbini qilolmaganlik sababli hayzdorga biror narsa vojib bo'lmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayzdorlarga vidolish tavbini qilmay qaytib ketishiga ruxsat qilgan. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ayoli Safiya hayz ko'rib qolganda, men buni Rasulullohga degan edim, Rasululloh. U bizni safardan to'sib qo'ymag'aydi degan edi ular. Safiya Arafatdan qaytib keyingi ifozat tavbini qilgan deyishdi. Rasululloh undaqda to'sib qo'ymag'dak dedi. Yana bir rivoyatda undaq bo'lsa qaytaversin dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma hojlar qaytishda eng oxirda Ka'bani tavob qilib qaytishga buyurilgan. Lekin u buyruq hayzdordan ko'tarib etilgan degan. 5. Ayollarning haj va umrini tamomlashda hayzni kechiktirishga chora qilmay tabiiy holatda turishi, yaratquchi zotning o'rinlashtirishiga bo'ysunishi eng to'g'risidir. Eri yoki mahramimi ayolning o'zrisi oxirlashib, yo'yinib tavob qilib bo'lguncha kutib turishi kerak.
Shundaqdimi saqayib bo'lg'ucha gruppasi kutib turolmaydigan yoki qaytish biletini o'zgartirishda qiyinchilikqa uchrashdek jiddiy zaruriyat topilganda ibodatini to'salg'usiz va xotirjam tamomlanishi uchun odatni kechiktirish to'g'risi iste'mol qilishi bir qism fuqarolarning nazarida makruhlik bilan, yana bir qismning nazarida makruhliksiz joiz. Ramazon oyidami ro'zani to'liq tutib olish uchun hukm o'xshash. Albatta, erining ijozatini olgandan keyin zini yo'q deb qaragan dorini iste'mol qilsa bo'ladi. Bu dorini iste'mol qilishdan avval doktordan maslahat olishi va qo'rsoqda homila yo'qligini ta'kidlab o'tishi zarur. 6. Hayizlarmi hojilarga o'xshash talbiya tovlaydi. Arafatda turadi. Bu ulug' kunda Allohni zikr qiladi, duo qiladi. Muzdalifada va Minoda qo'nadi. Shaytonga tosh atadi. Bu ibodatlar uchun hayizdan pok bo'lishi shart qilinmaydi. Safa Marva sa'isi uchunmi poklik shart bo'lmag'achqa vaqt bak qistilib bir necha soatdan keyin saqayman deb qolgan ahvolda sa'ini qilib o'tib saqayishini kutsimi bo'ladi. Saqaygandan keyin bo'yni so'g'i solib o'tib tavob qilsa bo'ladi. Chunki hayizlarga cheklangani faqatla tavob qilish. 7. İstihazadar, ya'ni odat vaqtidan boshqa vaqtlarda kasallikdan yoki balyatqu ostidagi ma'lum tumur yerilganlikdan qon kelish holatidagi ayollar shar'iy ahkamda sog'lom ayollardanmi, hayizlarlardanmi farqlanadi. İstihaza xonining hukmi to'xtamay burun qanash yoki suydik to'xtamaslik qatorliqlarga o'xshashdir. Shunlashqa istihaza namoz, ro'za, tavob, Qur'on tilovati va jimoga to'salg'u bo'lolmaydi. Lekin har bir namozga vaqti kirgandan keyin yangidan tahorat oladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.